O'rtoqlar barchaga assalomu alaykum. Sizlardan Ilhomjon Ibrohimov va bugun biz tradingni aynan telefon bilan boshlashni o'rganamiz. Chunki ko'pchilikda hozir notebook yo'q va aynan sizda telefoningiz bo'lsa, biz bugun birinchi platforma bilan tanishamiz. Bu TradingView platformasi. Ushbu platforma orqali biz faqatgina kriptovalyuta bozorini ham, aksiya bozorini ham, forex bozorini ham, tradingni deyarli barcha yo'nalishlarini grafik analiz qilishda ishlatamiz. Va ushbu platformani sizga bugun tanishtirib o'taman. O'rtoqlar, mana bizda TradingView platformasining logotipi. Buni siz App Store'dan ham, Google Play'dan ham skachat qilib olsanglar bo'ladi. Ichiga kiramiz. Ichiga kirishimiz bilan bizda mana bu panel ochiladi. Bu yerda biz kotirovkalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha kriptovalyuta bo'ladimi, aksiya bo'ladimi, forex bozori bo'ladimi, o'sha hamma kotirovkalar bu yerda mavjud. Endi biz biron bir kotirovkaga kirishimizdan avval mana bu yerda ikkita plus tugmasi bor, ko'rib turganingizdek, shu narsani o'rganib chiqamiz. Birinchi plusni bosamiz va ko'rib turganimizdek, bu yerda L, ya'ni har xili turibdi. Stocks degani bu imенно aksiyalar, fonds, ya'ni bu fondlarni ko'tarilish tushishi, futureslar, forex bozori, mana kriptovalyuta bozori, bu yerda indekslarni ko'rishimiz mumkin. Endi agarda biz kriptovalyutada ishlamoqchi bo'lsak, mana kripto bo'limiga kiramiz. Shundan so'ng mana bu yerdan kriptovalyutaning nomini yozamiz. Aytaylik, Ethereum va kriptovalyutani yozayotganingizda USDT degan joyini qo'shasizlar. Va shundan so'ng mana birinchi bo'lib chiqdi, Binance chiqdi ko'rib turganingizdek va bu yerda boshqa birjalarni ham ko'rishingiz mumkin. Lekin biz asosan Binance da ishlaganimiz uchun biz Binance tanlaymiz. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, nima uchun bu yerda boshqa birjalarni ham kotirovkalari bor yoki narx har xil bo'lishi mumkinmi deyishingiz mumkin. Ha, qanaqadir mikrosentlar bilan bir-biridan narx farq qilishi mumkin, lekin unchalik sezilarli darajada bo'lmaydi. Shundan so'ng mana bu yerda ustiga bosaman va bu yerda ko'rib turganimizdek o'rtoqlar, mana bu tugmani bosadigan bo'lsam, grafikni kattalashtiradi va bu yerda time frame'larni ko'ramiz. Time frame bu nima degani? O'sha har bitta shamchani tengligi. Demak, bu yerda katta ekran ustiga bosdim va menda ko'rib turganimizdek ushbu grafikimiz ochildi. Endi birinchi qonun analiz qilishimiz uchun biz aynan tahlil jarayonida telefonimizni aynan gorizontal holatda ushlashimiz kerak va gorizontal holatda ushlasak biz ko'proq grafikni ko'ra olamiz. Endi o'rtoqlar, ko'rib turganimizdek bizda mana grafik ochilgan va shundan so'ng mana bu joyini bosadigan bo'lsam, bu yerda kattalashtirib kichkinlashtiradi. Mana bunday qiladigan bo'lsam, qisqalashtiradi. Va o'zimga mos ravishda men grafikni to'g'rilab olishim mumkin. Mana ko'rib turganimizdek o'zimga qarab, o'zimga moslab to'g'rilab oldim grafikni. Mana bu yerda yon tomonga olib o'tiradi. Endi mana bu yerda agar sizda grafik chiqmay qoladigan bo'lsa, internetni yaxshilashingiz kerak. Internet sizda yaxshi emas. Mana o'rtoqlar, biz grafikimizni ochib olganmiz. Shundan so'ng mana bu yerda ham kotirovkalarni tanlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana bunday tarzda. Bu yerda esa time frame'lar tanlanadi. Misol uchun mana bir kunni bosaman, har bitta bu yerdagi shamchamiz bir kunga teng bo'ladi yoki 1 minutga teng bo'lishi mumkin. Hozirda 1 minut bosilgan ekan. Va o'rtoqlar, biz qaysi time frame bilan ishlaymiz? Biz 5 minutlik bilan ishlaymiz. Mana 5 minutlik bilan bu bozorga kirish uchun ishlanadigan time frame'lar. Undan keyin 15 minutlik bilan ishlaymiz. Undan keyin 30 minutlik bilan ishlaymiz. Undan keyin 1 soatlik bilan ishlaymiz. Mana hours turibdi bu yerda inglizchada. Sizda ruscha bo'ladigan bo'lsa, chasi bo'ladi. Undan keyin 4 soatlik bilan ishlaymiz va oxiri 1 kunlik bilan ishlab tahlil qilamiz. Ya'ni hozirda aytgan time frame'larni albatta daftaringizga yozib qo'ying, chunki aynan ushbu time frame'lar bo'yicha biz ishlaymiz. Endi bu yerda ko'rib turganimizdek, mana 1 kunlikda turgan bo'lsa, har bitta mana shu shamchamiz 1 kunga teng degani, ya'ni 1 kundagi ko'tarilib tushish degan ma'noni bildiradi. Va bu yerda misol uchun 20 ta shamcha bo'lsa, 20 kundagi tahlilni beradi. Ya'ni 20 kun ichida narx qanchalik o'zgargan, ko'tarilganmi, tushganmi, aynan shularni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Endi o'rtoqlar, biz misol uchun bu grafiklarni analiz qilayotganimizda chizadigan instrumentlarimiz bo'ladi. Ularni ko'rib chiqamiz. Ularni barchasini biz mana bu qalamchidan ko'ramiz. Qalamchani ustiga bosadigan bo'lsak, bizda mana har xil instrumentlar ochildi, paneli. Mana bunaqasi qilsak ham bor, bunaqasi qilsak ham bor. Mana juda ko'p instrumentlarimiz mavjud. Endi trader o'zi uchun har xil instrumentlarni ishlatishi mumkin. Endi qaysidir instrumentni biz ekranga chiqarmoqchi bo'lsak, ya'ni tezroq ushbu instrumentga kirmoqchi bo'lsak, shunchaki o'sha instrument ustiga bosamiz va mana bu yerda add to favorites, ya'ni ruschasidagi добавить в избранный degan knopka chiqadi. Uni ustiga bosamiz yulduzchani va bizda bu panelimizda chiqadi. Mana ko'rib turganimizdek, mana bu yerda bizda chiqib turibdi o'sha instrumentimiz. Ushbu instrumentni bosib, mana biza ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi undan so'ng yana ustiga bosadigan bo'lsak, buni o'chirib yuborishimiz ham mumkin. Va bu yerdan boshqa instrumentlarni tanlab o'zimizni panelimizga bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Bu yerda ya'ni bыстрый panel deyiladi. Ya'ni o'zga kerakli instrumentlarni tayyor chiqarib qo'yasiz, kerak bo'lganda bemalol ishlatib ketaverasiz. Demak, undan so'ng bizda indikatorlar bo'limi bu. Bu indikatorlarni qidirib, ularni qo'shishimizga yordam beradi. Bizda hozir mana ro'yxatdan o'tishni so'radi. Bu bo'yicha hali yana ma'lumot berib o'taman. Endi o'rtoqlar, undan keyingi bo'limimiz bizda demak mana bu indikatorlarni tayyor nastroyka qilinganlarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bu yerda mana demo hisob raqam bor, ya'ni mana shu silkani bitta bosasiz, mana bu paper tradingga kiradigan bo'lsangiz, siz demo hisob raqam orqali shunchaki, ya'ni haqiqiy bo'lmagan pullar bilan savdo qilishingiz mumkin. Bu haqida yana alohida darslik chiqaraman. Endi bizga asosiy kerakli instrumentlar aynan shu. Mana bu yerda har xil turdagi o'sha grafiklarni tanlasak bo'ladi. Mana bar grafik misol uchun ustiga bosaman, mana bu shamchilarimiz hozir o'zgardi mana. Ko'rib turganimizdek, mana har xil grafiklarga aylandi. Va yana bitta bosaman, misol uchun mana candles, ya'ni yapon shamchilariga tushdi. Undan so'ng yana bitta bosaman, boshqa mana shamchilarni bemalol ko'rib tahlil qilsak bo'ladi. Endi o'rtoqlar, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'sha grafik turlari juda ham ko'p. Bizga asosiy kerakli mana bu candles kerak bo'ldi. Qolganini ishlatmaymiz ham. Endi o'rtoqlar, buni biz hozir bepul ishlatyapmiz. Pulini ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin men sizlarga imенно o'sha pul ketkazmasligingiz uchun bepul variantini ko'rsatyapman. Uni siz sotib olmasangiz ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'plar o'ylaydi, qanchadir muddat ishlatgandan keyin bu programma yopilib qolib, pul so'raydi deb o'ylaydi. Yo'q, bemalol ishlatsa bo'ladi. Demak, menyu tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish kerakligini. Buning uchun albatta sizda pochta bo'lishi kerak, ya'ni Gmail pochta yoki agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, iCloud orqali o'tsangiz ham bo'ladi, lekin Gmail pochtani kiritib qo'yganingiz yaxshi, chunki kompyuteringizdan bir xil bo'lsa, undagi grafik ham, bundagi grafik ham hammasi bir xil ko'rsatadi sizga. Signing tugmasini bosamiz. Keyin mana with Apple turibdi bizda, o'shani bosaman. Va aynan o'rtoqlar, men iCloud'imni kiritgandan keyin bizda mana shu panel paydo bo'ldi. Men bu yerda ro'yxatdan o'tdim va bemalol boshqa kompyuterdan ham, telefondan ham kiradigan bo'lsam, bu menda ushbu grafiklarni hamma joyda bir xil qilib ko'rsataveradi. Endi TradingView platformasining asosiy o'sha instrumentlari shulardan iborat. Bunaqa qiyin joy yo'q. Misol uchun mana bu Explore degan joyda har xil o'sha yangiliklarni ko'rsangiz bo'ladi. Bozorda nima bo'layotganini, hamma treyderlarning fikrini o'qisangiz bo'ladi. Bemalol shu haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi. Biz asosiy ishlaydiganimiz aynan mana shu watch list orqali ishlaymiz. Mana любойni bosamiz. Ichiga katta grafik qilib ochamiz. Keyin bizda mana bundoq qiladigan bo'lsak, o'girsak, bizda asosiy panel ochiladi. Va shundan so'ng bemalol mana bu yerda xolasinglar screenshot qilib olinglar. Ko'pincha o'zim shaxsan ushbu instrumentlarni ishlataman va o'zimga qulay qo'yganman hamma narsani. Undan tashqari o'rtoqlar, keyingi darslarda biz qanaqa mavzularni ko'proq yoritib berishimizni aytinglar, shunga qarab yana sizlarga foydali bo'lgan bilimlarni ulashishda davom etamiz. Hammaga rahmat.